Bu gilam körpeçeliklerimiz boladı, zərli. Zərli gilam körpeçeliklerimi aksiyada 65 ming so'mga tushirib berganman. O'zini xaritasiga astarı besplatniy. 10 metr asangla 10 metr astarını beraman, 5 metr asangla 5 metr astarını beraman. Kelaveringlar. Hamma assalomu alaykum. Xudo xolasa biza yangiliklar aytishdan charchamaymiz. Hamma assalomu alaykum. Biza xudo xolasa yangiliklar aytishdan charchamaymiz. Xo'p, bu yangiliklarni aytmasimdan avval shu kanalim, o'zimning shaxsiy kanalim bo'ladi. Bir like bosib, abone bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyin do'stlaringizga, opa-singillarga tarqatib qo'yishni unutmanglar. Boshda hamma biladigan narxlardan boshlayman. Bizning yangi kuzatib turganlar uchun narxlarimni aytib boshlayman. Qani ketdik bo'lmasa, bu gilam körpeçeliklerimiz bo'ladi, zərli. Zərli gilam körpeçeliklerimni aksiyada 65 ming so'mga tushirib berganman. Xo'p, bulardan yaxshiraklari keyin bo'ladi. Bular zərli körpeçelik bo'ladi. Yeni 1.64, kalınlık ham kalın bo'ladi. Sifatini 15 yil garantiya beramiz. 75 ming so'mga tushirganman bozorda, 5 yillarda 95 sotib turibdilar. Bu 75'liklerimden 30 xil rasvetkin topib beraman. 65'likimden 2 xili qolgan. 65'likimden bardo'y sinisi bor. Keyin barrakda kipriklarim bo'ladi. Bu narsalarni kiprik deb aytiladi. Bu narsalarim kiprik. Bular aksiyadagi narxi 95 ming so'm, asl narxi 130 ming so'm. Kiprik har tur suyti bor. Buni ham 30 xil rasvetkisini topib berib bilaman bemalol. Keyin xo'p, kiprikni 100% ipek bo'lganlari bor yana. Birinchi sorti bo'ladi, haqiqiy kiprik 160 ming so'm sotilib turibdi. Buni o'zimni esi chiqaradi deydilar, yana bir narsa deydilar. Xuddi shu narsa bo'ladi. Bunu 160 emas, 150 emas, aksiyada 110 ming so'mga çok ko'pmiz. Obyektni yillarda 150 ming, 160 ming sotadilar. Aksiya tutib turgan yillar 130 sotib turibdi. Har tur rasvetkisi bor. Buni ham 30 xil, 40 xilini topib berib bilaman bemalol. Hurmatli yurtdoshlar, endi aytib o'tadigan bo'lsam, narxlarimiz bozorga qaraganda 10 ming so'm, kamida 10 ming so'm arzon bo'ladi. Tikilishning ichida besplatniy aytib beraman. Summangizga qarab, примерно 2 millionlik summangizga 300 ming so'mlik bambuk plastina qo'shib beraman. 3 millionlik summangizga 12 körpeçelik metri 45 ming so'mlikdan qo'shib beraman. Oddiy 16 ming so'mlik baxmal bermaymiz. Metri 45 ming so'mlikdan 12 körpeçelik qo'shib beramiz. Bu hali hammasi emas. Yine sizlarga ko'rsatib o'taman birma-bir. Yine narxlar bilan tanishtiravering. Yine bundan ham zo'r bomba yangilikim bor. Oxirina deyin ko'ringlar videoni. Xo'p, bu yerda xamilyonlarimiz bor. Xamilyonlarim 35 mingdan boshlanadi. Imbedayna vishipkalarim bor. Vishipkalarim, bu narsalarim aynan bozorda 130 ming sotilib turibdi. Mramorniy deb turibdilar, yana bir narsa deb turibdilar. Ishqil har kim har xil aytib so'llab sotadi. Bizda ishina vishipka bo'ladi. Astaro o'zimda deb aytiladi bu narsa. Aksiyada 100 ming so'mga tushirib beraman. Aksiyada 130 sotib turibdilar. Mramor dedi, yana bir narsa dedi. Aksiyada 100 mingga tushirib beraman. Tikilish ichida besplatniy, summasiga qarab 12 ko'rpachalik ham bor ichida. Keyin bu vishipkalarimiz bor. Buni birlar super kelinchak dedi, birlar yana bir narsa dedi. Har kim har xil aytadi bundan. Bizda shu vishipka. Aksiyada 70 ming so'm. Tikilish ichida besplatniy, summasiga qarab 12 ko'rpachaligi va kamida 300 ming so'mlik bambukni qo'shib beramiz. Keyin bir de 140lik gilam ko'rpachaliklarimiz bor. Bular zarsiz bo'ladi. Gilam ko'rpacha deb aytiladi, 140. Buni metrini 45 ming so'mga aytib beraman. Tikilish ichida besplatniy bo'ladi, summasiga qarab 12 ko'rpachaligi bor. Keyin bir de 450larimiz bor. Bular metri 45 ming so'm. Summasiga qarab podarkisi ham bor. Ham tikilishi besplatniy. Bunday senalarni qo'yib bilan odam men qo'ygan takliflarni, men bergan takliflarni bera olmaydi. Xamilyonlarim 35 mingdan boshlanadi. Her turini topib berib bilaman. 35 mingdan boshlanadi eng arzoni. Endi eng zo'r yangilikka keladigan bo'lsak, u sirtdan ko'rsataman. To'xta, shu bir taka deyishlarimni ham aytib o'ting. Taka deyishlarim gilam taka deyishini. Juftini 70 ming so'mdan aytib beraman bu taka deyishlarimni. 2 danasi 70 ming so'm bo'ladi. Keyin bunday taka deyishlarim bor, zarli taka deyish. Buni 25 ming so'mdan aytib beraman danasini. Jufti 50 ming so'm bo'ladi. Mayli ana bor ana mendan ketsin, juftini 45 ming so'm aytib beraman. Danasi 22.500 so'mdan tushadi sizlarga. Zarli taka deyish. Narxlarimiz avvalambor xudo optim, ichida podarkalari, besplatniy, ko'rpaliklarim, har tur tovarlarim bor. Ovozimga e'tibor bermaysizlar, yozni kuni muzli suvlar ichib ovozimiz bo'g'ilib qoldi. Xo'p, yana ko'rpachaliklarimiz bor yana. Yana ko'rpachaliklarimiz bor. Bu ko'rpachalikimdan xarid etsangizlar, şu aytganimdek tikilish besplatniy, 3 millionlik xaridingizga 12 ko'rpachalik qo'shib beraman. 2 millionlik xaridingizga 300 minglik bambuk qo'shib beraman. Yana pilosini nol qo'shib beraman. O'zini xarid etsanglar astari besplatniy. 10 metr asanglar 10 metr astarini beraman, 5 metr asanglar 5 metr astarini beraman. Kelaveringlar. Şimdi asl qo'ygan ko'rpachaliklarimni ko'rsatalik. Asl mallar ham ko'p bu yerda. Shularni qaysini tanlasanglar, shu asl mallarni tanlaysizlar xohlaganlaringizni. Astari ichida besplatniy, tikilishi mut. Xo'p, 3 millionlik summaga
12 ko'rpachalik qo'shib beraman, metr 45 ming so'mlikdan. Bunaqasi bo'lmaydi degan narx bo'ladi. Обязательно shu videomizni tarqatasizlar, obuna bo'lasizlar, like bosasizlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Kommentariya uchun ham bir normalniy priz qo'yib beraman. Galal. Bu dükanımızda siviti uçup qoldi, nechundir yanmay turibdi. Mayli, taka idish qo'yib beramiz. Kommentariyaga 3 taka idishdan. Endi biza buni qaratib beraylik, ammo bu narsani xalqimiz shu utsa, ishlatsin deb beramiz kommentariyaga. U hech kimga kerakmaydi, u narsa 1 metr, 2 metr bo'lib bermaymiz. Ishlatadigan odam uchun 1 jup emas, 2 jup emas, 3 jup emas, 4 jupini, ya'ni 8 danasini kommentariya uchun qo'yib beraman. Buni o'tirib aniqlaymiz. Xalanglar ilik fikr yozinglar, xalanglar negativ yozinglar. Biza negativni ham hurmat etamiz, ilik fikrli hurmatdosh yurtdoshlarimizdan hurmat etamiz. Negativ yozsam beramiz, ilik fikr yozsam beramiz, omadini qaraydi. Xudo xolasa kommentariya yozinglar, o'tirib aniqlaymiz. 10 kundan keyin bu yunitchasi 10. 11mi ya? 11 ekan 21 kuni kommentariya shuni aniqlaymiz. 4 jup taka idish, menda xudo xolasa sizlarga podarik etaman. 4 jupini 8 tanasini. Yana bir bor aytib o'taman, men qo'ygan narxlar bozorga nisbatan 10 ming so'm arzon bo'ladi. Tikilishi besplatniy bo'lib turibdi. Podarikini berib turibman. Yana bidan xarid etgan narsalaringizni, bidan xarid etgan, ya'ni ko'rsatgan o'zlarim uchun astardan besplatniy berib turibman. Обязательно like'larni bosib, bomba qilib tashlasizlar, shu videoni tarqatasizlar. Bo'ldi, все. Takani ishlarim, babularimiz paxtani po'xi bo'ladi. 3 yil garantiyasi bilan beraman. 25 ming so'mdan beraman. Ichi 1,5 kilo. 3 yildan keyin liboy paxta sexda chiqartirib olasiz. Haqiqiy mulk bo'ladi. Keyin mashal kastiklarimiz bor. Mashal kastiklarimizni danasini 55 ming so'mdan beraman. Mashal kastikimizga 1 yil, 2 yil, 3 yil garantiya beramiz. 10 yil, 15 yil ishlatasizlar. Hech balo bo'lmaydi. Biz mashalkan sifatini biladigan odam biladi. 55 mingdan beraman, opti bin narxi. Keyin hoppa. Bu 2 kilolik paxta yastikim bo'ladi. Buni danasini 35 ming so'mdan beraman. Bunga 3 yil garantiya beraman. 3 yil ishlatib turib otib bermaysizlar. 3 yildan keyin chiqartirasizlar, qaytadan ishlataverasizlar. Bu ham haqiqiy mulk bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, sizlarga premierni men qo'shib beradigan narsalarni hisoblab bersam, ko'nglingiz xotirjam bo'lishi uchun narxlarimni ko'rdingizlar, narxlarni solishtirasizlar. Narxlarim bozorga nisbatan arzon. Yana sizlarga qo'shib beradigan narsalarim, qaranglar. Xo'p, shuni 10 ko'rpachalik oldinglar 75 mingdan, masalan, premierni shuni oldinglar 75 mingdan. Tikilishini besplatniy aytdim. Keyin summaga qarab ko'rpa döşeki paxtasi ham narsasini oldinglar. 3 milliondan o'tdi summasi. 12 ko'rpachalik qo'shib berdim. 12 ko'rpachalik, keyin bu 10 ko'rpachalik, 22 ko'rpachaligingizni tikilishini o'zi 550 ming so'm bo'ladi. 25 ming so'mdan hisoblaganda 550 ming so'm sho'rni o'zini o'tdingiz. Keyin 12 ko'rpachalik qo'shib bergan summa, bundan premierni 400 ming so'm desanglar, 990 ming so'm sho'rni o'zida o'tib tursizlar. Agar sirtdagi ko'rsatgan vajlarimdan xarid etsangiz, astaram ichida besplatniy berilib turibdi. Uni endi astarini berib turgan summamni hisoblab bera olmayman. Nechun desanglar, 1 metr asanglar 1 metr astar, 10 metr asanglar 10 metr astar, 100 metr asanglar 100 metr astar besplatniy qo'shib berib turibman 990 mingdan tashqari. Hamma narsani hisob kitob etib, ratsot etib, xudo xolasa kelasizlar. Chiroyli muomalalarda kutib olaman. Hamma narsangizni chiroyli etib beraman. Ko'nglingizda endi etib tikib berishga harakat etamiz. Xohlasangizlar, ko'pchilik ishonmaydi ekan. Paxtani ko'rganimizdan samiyda boshqa aytadi. Xohlasangizlar, hamma narsani xarid etasizlar. Tikiladigan vaqt kelgan vaqt telefon uramiz. Apay shunday vajiz tikilajak. Kelasiz, paxtani ustida o'tirasiz. Ko'zingiz oldindan chekaladan sagonlarni, ichki paxtadan sagonlarni hammasini kuzatib o'tirasiz. Shubha bo'lmasligi uchun, gumon bo'lmasligi uchun shu narsaga qaror etdik. Xudo xolasa, kimdir ishonmaydigan bo'lsa, ozroq gumoni bo'ladigan bo'lsa, keladi, telefon uramiz, paxtasini soljakda yonimda o'tiradi. Tikilishini hamma narsasini, jarayonini ko'rib o'tiradi. Xudo xolasa telefon nomerlarini qoldiramiz. Manzilimiz To'rtko'l tumani, To'rtko'l bozorida joylashgan 203-232-magazin. Bozorga kelib turib telefon ursanglar, o'zlarimiz tushuntiramiz, tushunmasangizlar kutib olamiz, qizlarimizni yuboramiz. Qizlarimiz bor, o'zlari chiroylatib o'lchab beradi, xaridlaringizni amalga oshiraverasizlar. Hammangizni kutib qolamiz, tanlovda adashmanglar.